Hurmatli kuzatuvchilar. Maşallah. Güzel. Biz so'ramasdan oldi bo'lishsin. O'zim olib foydalanyapman. Tirikchilikka Oltin chorva. Yo'q, akamni endi ko'ryapti. Akamiz orqali keldi, Alisher aka orqali. Xudo xolasa to'g'ri o'zimga keladigan bo'lib qoladi inshaalloh. Ikkosiga 8 million 200 ming so'm so'radi. 82 dan kilosiga. Kilosiga 82 ming so'mdan so'ralyapti. Qo'yimiz ancha hayotdan xafa. Assalomu alaykum. Oltin chorva kanali obunachilari, YouTube foydalanuvchilari, chorva sevar akalar, ukalar. Bugun 8-mart yakshanba tongi hammangizga yakshanba tongi murodbaxsh bo'lsin. Biz bugun Andijon viloyati Andijon shahri Soy chorva bozoridamiz. Xudo xolasa biz bu bozorimizdan sizlarga ikki qismdan iborat video qilamiz, hurmatli kuzatuvchilar. Avvalgi videolarimizda yosh qo'zi qo'chqorlar, ona bola qo'ylar, bo'g'oz qo'ylar haqida video qilamiz hamda videomiz ikkinchi qismida shunaqangi boqma qo'chqorlar, nasldor qo'chqorlar haqida video qilamiz. Inshaalloh videolarimiz sizlarga manfaatli bo'ladi degan umiddamiz. Bizning kanalimizga obuna bo'lmasdan kuzatayotgan akalarimiz, ukalarimizga videolarimizga layklarni bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishingizni tavsiya qilamiz. Bu o'z uchun foydali, sababi bizning videolarimiz birinchilardan bo'lib sizlarga yetib boradi. Bizning videolarimizdan birinchilardan bo'lib ma'lumot olasizlar, hurmatli kuzatuvchilar. Biz sizlarga bu videolarimiz mobaynida bozorlarimizdagi narx-navolar qanchaga baraka bo'ldi, taroziga necha kilodan keldi va biz bozorlarimizdan to'g'ridan-to'g'ri efirlar qilib boramiz. To'g'ridan-to'g'ri efirlarimizda baholasi shunaqangi go'zaldan go'zal qo'chqorlarni, barakalari, savdolari, taroziga necha kilodan kelganini hammasi haqida yoritib boramiz, ma'lumotlar berib boramiz. Demak, hurmatli kuzatuvchilar, bugungi 8-mart sanasi uchun videolarimizni boshladik. 8-mart bilan hurmatli onalarimizni, opa-singillarimizni bayrami bilan tabriklaymiz. Xudo xolasa biz Andijon Soy chorva bozoridan to'g'ridan-to'g'ri efirlarimizni hamda videolarimizni olishni boshladik. Videolarimizni bittadan chiroyli layklar bilan qo'llab-quvvatlab turasizlar. Biz ma'lumotlarni beramiz hozir. Voydot, bunaqangi go'zallardan, chiroylilardan kelgan akamizga shunaqangi quloqlari kattasidan, go'zallaridan qo'ylarimga qo'shaman yoki ehsonga Ramazon hayitga olaman degan akalarimizga mana tavsiyalarimiz, go'zallari, chiroylilar. Qirg'izistondan tushgan parodalarda. Maşallah. So'rasiz kelishtirib beraman deyapti. Qulog'ini qirqib qo'yilgan ekan. Akam charchamayapsizmi? Salomatmisiz? Nechi bosh qo'yimiz aka bu yerda? Bu yerda 16 ta. 16 bosh qo'chqor. Maşallah. So'raganlarga tagi serob, ha? Ha, yana keladi. Maşallah. Zo'r. 6 emas, 5,5 dan deyapmiz. 5,5 million so'mdan kam xayri bor yana. Dastlabkilarni so'raganlariga dastlabkilari ham bor. Bor. Inshaalloh. Endi 5,5 dan arzon qilsak, nech puldan qilib beramiz aka? Ayting unisini. 52 dan bo'lsa tollab olaveradi, xohlagan. Tollab olaveradi. Qo'y qo'ramiz, maydon ko'chada. Maydon bozor. Aytib qo'ying adreslarimizni. Maydon bozorga kelaverasizlar, maydonda o'zida. Maydonda o'zida, xudo xolasa. Maşallah. Telefon nomerlarini aytib qo'yaylik. 97'lik 97'lik 168 168 07 Akamizni shunaqangi polvon ukasi bor, o'zi bilan birga chiqib, shunaqangi bozorimizni gulini, qo'chqorlarni sotadi ukamiz. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Bu polvon bola aka. Jiyan. Qo'qiyapti bu. Maşallah. Inshaalloh aka. Xudo xolasa bemalol akamizga murojaat qilasizlar. Xudo xolasa shunaqangi chiroylilardan, go'zallardan, hurmatli kuzatuvchilar. Ehsonga qo'y istagan akalarimizga shunaqangi go'zal holatdagi qo'chqorlarimiz yunglari olingan, tayyor. Quloqlari butun, toshi og'ir qo'chqorchalarimiz. Hozir ma'lumotlarni olamiz akamizdan. Aka qo'chqorlarimiz nechi bosh bu yerda? Bu yerda 25 bosh.
25 bosh. Yana borami uyda xudo xolasa? Ko'ramiz. Bular sheriklari. Bundan ko'ra kattaroqlar ekan-a. Bular necha oylik qo'chqorlar? 2 yasharga tashlashadi. Tish tashagan 2 yasharga. Bulari? Bular ham qo'z 10 oylik o'yladi. 10 oylik qo'zlar xudo xolasa. Aka quramiz qayda? Qo'raga kelib ketaman degan akalarimizga. Tirketaj bozorimizda oldida xudo xolasa. Telefon raqamlarimizni aytib qo'ying. 91 kodi bilan 483 8096 raqamlariga akalarimizga aloqaga chiqasizlar. Shunaqangi toshi og'ir, quloqlari butun yoki ehsonga umuman olaman degan akalarimizga tavsiyalarimiz. Shunaqangi go'zallardan, chiroylilaridan hurmatli kuzatuvchilar. Hurmatli kuzatuvchilar, qo'ylarimga qo'shaman deganlariga sariq, yungli Qirg'iziston qo'ylaridan, chiroylilaridan. Xudo xolasa ozgina boqib, buyog'i nasl olsa ham bo'ladigan holatlar. Chiroylilar. Aka charchamayapsizmi? Salomatmisiz? Bu yerda necha bosh sariq qo'ylarimiz aka? 8 bosh. Bu yerda qoralaridan ham bor ekan aka, ko'ryapsiz. Bular nechta aka qoralaridan? 16. Maşallah zo'r. Qayerda qo'ylar aka bular? Qoralari ham Qirg'iziston qo'ylari. Maşallah zo'r. Telefon nomerlarimiz bormi aka? 93lik 783 00 77 raqamlariga akalarimizga xudo xolasa sariqlarini nech puldan? Sariqlari 6 million so'm. Kami xayri bor. Dastavkalari qanaqa? Dastavkalari bor xudo xolasa. Bulari qoralari 4,5 million so'mdan, bularda ham kami xayri bor. Maşallah zo'r. Xudo xolasa Andijon bo'ylab tekin aka. Zo'r. Akalar aloqaga chiqarasizlar xudo xolasa. Shunaqangi qo'ylarimizdan izlagan akalarimizga. Men so'ramasdan rozi bo'lasizmi? O'zim olib foydalanyapman. Tirikchilikka 6-chorva. Yo'q, akamni endi ko'ryapti. Akamiz orqali keldi, Alisher aka orqali. Xudo xolasa to'g'ri o'zim keladigan bo'lib qoladi inshaalloh. Ikkosiga 8 million 200 ming so'm so'radi. 82 dan kilosiga. Kilosiga 82 ming so'mdan so'ralyapti. Go'zal. Sizlar nech puldan olgan bo'lardinglar, hurmatli kuzatuvchilar? O'zingizlarda fikringizni yozib ketinglar kommentariyada. Shu qo'ylarda nech puldan olsa bo'ladi yoki 82 ming so'mdan kilosiga berilayotgan holati qanaqa sizlar uchun? Fikringizni yozib ketasizlar. Yo'llarda shunaqangi go'zal holatdagi qo'ylarimiz. Rozichilikda birinchi o'rinda bor. Shu 82 dan bo'lsa bir og'iz gapingiz. Nimaniga mana qo'shib berdi aka? U demak yaxshi bo'ldi. O'zim ham olaman buni sariq qo'ylar. 82 ming so'mdan hurmatli kuzatuvchilar necha kilo chiqadi shu ikki qo'yimiz? Sizlarda taxminlar bo'yicha necha kilo chiqadigan qo'y? Fikringizni yozib ketinglar. 83 ming so'mdan kiloga Tavakkal bosing aka. qo'lga qo'ylarimiz. Hurmatli kuzatuvchilar. Bizdan qo'shib Bering endi ana. Shunga qo'shdi aka. 82 dan o'zim olib foydalanaman. Ben sana qo'yaman. 1 istada 83 ta. Bering endi. Ey aka. Ramazonda yaxshi olinyapti aka. Qolmay yo'q deb. Aka rozi bo'ling. Berdim. Rozi 83 ga rozi bo'ling. Boshqasiga toplaymi? Kilosiga 83 ming so'mdan so'rashgan. Kilosiga. Uchadiyonning gapirgan deyishdim. Men ham bir gapirdim. Ortada baraka bor toshgan. Kamiga bera olmayman. Keling tavakkal tortaylik aka. Buni ham peshana deb aytishim. 83 aka, zo'r o'rtasini oldik aka. 85 ta o'rtasini oldik aka. 83 ga barakami? Bor aka. Obunachilarimizdan bering deyapti. Davay. Bering endi. Bering endi, barakasini qiling. Endi aka. Chiroyli berdi deyapti obunachilar ham. Bo'ling. O'rtasini oldik aka. Rozimisiz aka? 83 ga. Xo'p, deng aka. Bermayman. 83 ming so'mdan ikki qo'chqorimizga bozor bitmayapti hurmatli kuzatuvchilar. Sizlarda fikringiz qanday? Kommentariyada yozib ketamiz. Shunaqangi go'zallarda chiroylilaridan bo'g'ozlaridan izlagan akalarimizga bozorimizning gullari, chiroylilari hurmatli kuzatuvchilar. Ulardan bola tushib qolsa ertaga maşallah go'zal bo'ladi. Hurmatli kuzatuvchilar, ma'lumotlarni olamiz hozir.
Charchamayapsizlarmi aka? Salomatmisizlar? Qo'ylarimiz necha oylikdan bo'g'oz aka bular? Kechkiroq. Maşallah. Zo'r. Qayerda qo'ylar aka bular? O'zimizning mesli qo'ylar, sariq qo'ylardan. Nechinchi qoringa bo'g'ozlar aka bular? 4-chi qoringa bo'g'oz. Qirg'iziston birkalari. Qirg'izistondan tushgan, o'zimizda yurib katta bo'lgan qo'ylar. Hurmatli kuzatuvchilar. Narxlarini nech puldan beramiz bularni? 15 milliondan chilanib beramiz. Uchoviga bo'lsa 15 milliondan chilanib beramiz. 15 milliondan o't beriladi. O't beriladigan, tushib beriladigan holati bor. Go'zal. Shunaqangi go'zallardan baqish nasib qilsin. Kam xayri bor. Dastavkalarni nima qilamiz, shep? Kelishimlar aka. Kelishtirib beramiz, ha? Maşallah. Telefon nomerlarimiz bormi aka YouTube'ga? 91 kodi bilan 478 5804 raqamlariga akamizga aloqaga chiqasizlar. Shunaqangi go'zallardan, chiroyli bo'g'ozlardan olaman degan akalarimizga go'zal tavsiyalar. Shu bo'g'ozlar ham akamizdan, xudo xolisa. Bo'g'ozlari ozgina ekan deganlarga mana hurmatli kuzatuvchilar, bu yoqda ham turibdi, xudo xolisa. Shunaqalangi pulim ozroq edi yoki menga jicha jaydariroqdan kerak deganlariga yoki shunaqangi qora sortidan, uzunidan kerak degan akalarimiz qo'zilaridan so'raganlarga mana tavsiya. Maşallah. Qaynadan qochgan ekan. Qanaqa zotdan qochgan aka bular? Qayla Pokiston qo'yib Ha, Pokiston qayla qo'ylaridan qochgan. Onasi bolalarini qaranglar, hurmatli kuzatuvchilar. Maşallah. Go'zal. Ona bola qo'ylaridan so'ragan akalarimizga Güzel mono. bolasi egizak bo'lsin deganlariga egizaklaridan. Birinchi qoringalarniki birinchi qorin, ikkinchi, uchinchi qoringa so'ragan akalarimizga ham bo'g'ozdan so'ragan variantlariga ham bor. Hurmatli kuzatuvchilar. Aka narxlari nech puldan nech pulgacha aytilyapti? 15 milyon yaptım. Egizakchi 15 million so'm aytilyapti. Maşallah. Bunisi necha aka? 9 milyon kami bor. 9 million so'm kami bor. Bo'g'oz. Bunisi 11 milyon. Endi olaman mana bo'ladi. bolasi sariqdiki, enasi, ha? Kami bor bu. Qirg'iziston birga bilan turibdi, hurmatli kuzatuvchilar. Unisiniga nech pul dedingiz narxini? 11 million so'm kami bor. Maşallah. Zo'r. Telefon raqamlarimizni aytib keting aka. 91 640 03. 91 kodi bilan 640 03 raqamlariga aloqaga chiqarasizlar. Shunaqangi egizdan so'ragan yoki bo'g'ozdan so'ragan akalarimizga mana tavsiyalar. Bo'g'ozlardan so'raganlarga mana qangi go'zallari yana chiroylilaridan. Hurmatli kuzatuvchilar. Aka narxlari nech puldan aytilyapti-kan? Aka bulari 10 milliondan aka. Bunisi 7 million aka. Ko'gimiz 7 million, qolganlari 11 million so'mdan narx aytilyapti. 10 million so'mdan. Maşallah. Nechinchi qoringa bo'g'ozlar aka bular? Aka bunisi birinchisiga, bunisi aka uchinchisiga. Maşallah. Ko'k qo'yimizchi aka. Birinchisiga aka. Birinchisiga. Ochgan bo'lsa Zo'r. Buzniki gumonda hali beri aka. gumonman aka. Ha, zo'r. Telefon nomerlarimiz bormi YouTube kanalimizga? Aytib qo'ying. 90lik 622 85 84 raqamlariga Iskandarбек akamizga murojaat qilaverasizlar, hurmatli kuzatuvchilar. Shunaqangi bo'g'ozlardan so'ragan akalarimizga tavsiyalar. Bolalari Qo'chqoridan so'ragan akalarimizga hurmatli kuzatuvchilar, shunaqangi go'zallaridan. Yoshligidan turib dumbalarni solib qo'ygan qo'chqorchalarimiz. Hurmatli kuzatuvchilar. Bunisi bo'g'oz ekan aka. Necha oylik bo'g'oz bu? 4 oyda atrofida bo'g'oz. Sarig'imizchi aka, sarig'imiz ham bo'g'ozmi? Gumonroq bo'lib turibdi. Nech puldan nech pulgacha aka narxi? Standart 15 milliondan kalla boshiga. Go'zal. Qayerda qo'ylar aka bular? Andijon qo'ylari. Telefon raqamlarimiz bormi aka? Aytib qo'ying. 88 kodi bilan
056 0555 raqamlariga akamizga murojaat qilasizlar. Shunaqangi bo'g'ozidan yoki bolasi Qo'chqoridan deganlarga akalarimiz mana tavsiyalar. Shunaqangi chiroylilaridan boqish hammamizga nasib qilsin. Bittadan dahshatli layklarni bosib ketamiz, hurmatli kuzatuvchilar. Mana sog'liq qo'yimizga baraka savdo bo'lyapti. Bo'ldimi endi? Berarsiz? Nech pulga bo'lyapti savdosi? Hozir 200 ming so'm. 6 million 200 ming so'mga bo'lyapti savdosi. Hurmatli kuzatuvchilar. Ramazon? Gaping bilan. Shunaqangi sariq qo'ylardan so'raganlarga tavsiyalar va hurmatli kuzatuvchilar. Ma'lumotlarni olamiz, hurmatli kuzatuvchilar. Aka charchamayapsizmi? Assalomu alaykum. Salomatmisiz? Narxlarni nech puldan deyapsiz ekan sariq? 11 million so'm kami. Bolasi? Sog'liq, xudo xolasa. Qirg'izistonni qo'ya aka? Yo o'zimiz O'zbekiston. Güzel. O'zimizni Messi olib ketgan, Anjalli olib ketgan qo'yimiz ekan. Birinchi xonim bolasimi aka? Ikkinchisi. Maşallah. Bozor nech pul qildi sir bo'lmasa? 8 million 300 ming so'm qo'ydi. Güzel. Shunaqangi chiroylilaridan boqish nasib qilsin, hurmatli kuzatuvchilar. Bilan layklarni bosamiz. Qo'yimiz ancha hayotdan xafa. Yosh qo'zichoqlardan, qo'chqor qo'zilardan so'rayotgan akalarimizga chiroyli tavsiyalar, hurmatli kuzatuvchilar. Nechi bosh aka bu yerda? Assalomu alaykum. 8 ta. 8 bosh qo'chqorchalarimiz. Qayerda qo'ylar aka bular? Tagi Qashqadaryo. Tagi o'zimizni vohani Qashqadaryoda qo'ylar. Maşallah. Necha oylik atrofida qo'chqorchalar aka bular? 1 yashardan o'tib 2 yashar bo'ladigan qo'chqorlarimiz, hurmatli kuzatuvchilar. Xudo xolasa olib borib bemalol boqib, boqma qo'chqorga tashlanaveradigan qo'chqorlarimiz. Narxlari nech puldan nech pulgacha aka bu yerda? Bularda akim bo'lib suyuqda 5 dan deyapti. Qo'yiq suyug'i 5 million so'mdan ketaveradi bir joyga. Maşallah. Telefon nomerlarimizni aytib qo'ying aka. 93 kodi bilan 428 65 63 raqamlariga aloqaga chiqaverasizlar, hurmatli kuzatuvchilar. Mana tavsiya. Shunaqangi chiroyli qilib qo'yilgan, tayyor qo'yilgan qo'chqorlarimiz beryapti, hurmatli kuzatuvchilar. Go'zalmi? Videodan dahshatli layklarimizni bosib turamiz. Shunaqangi chiroylilaridan, ehsonboblaridan yoki o'zim boqib, yog'i kattartiraman deganlariga, katta qo'chqorchalaridan hamda soliqchalaridan degan akalarimizga mana tavsiyalar. Egasini ham olib ber. Bo'ldi gapi aka. Charchamayapsizmi aka? Salomatmisiz? Keling. Tinchamonmisiz? Katta qo'chqorchalarimiz nech puldan deyapsiz aka? 5,5 million so'm. Kami xayri bor, xudo xolasa. Bularni aka yoshlarini. Aka hal qilaman. 3 qo'chqor bor aka, ularni 4 milliondan kami bor deyapti aka. Qo'chqorchalari 4 milliondan kami xayri bor. Soliqlari-chi? Soliqlarni aka hal qiling. Bo'g'ozlarni ertaroq qochib qo'ygan bo'g'oz qo'yimiz bor aka. Ertaroq qochib qolgan. Bunisini nech pul qilib beramiz? 4 million deyapti aka. 4 million so'm. Qolgan to'g'lilarni 3,5 million so'mdan qilib beradi. Kichiragan sari narxi ham kichirayib ketaveradi. Zo'r. Shunaqangi kichkina yosh ko'chatlaridan yana bormi qo'ralarimizda? Kelaveradi. Telefon raqamlarini aytib qo'ying. 93lik 659 01 77 raqamlariga yosh ko'chat qo'zlardan boqolmagan akalarimiz mana tavsiyalar. Sariq qo'ylardan istagan akalarimizga shunaqangi sariq qo'ylardan yoki qoralaridan izlagan akalarimizga qora qo'ylaridan o'zimizga chiroyli jaydarilaridan so'ragan akalarimizga manaqangi tavsiyalar. Charchamayapsizlarmi o'zinglar aka? Salomatmisizlar?
Narx. Qayerda qo'ylar ekan bular aka? Unisi Qo'chqorcha. Qirg'izlik qo'ylari mana. Sariqlari Qirg'izistonning qo'ylari. Qirg'izistonda Arashanda, Sori. Sori qo'ymiz. Bu shu bittasi bo'g'oz olish kerak. Bu ham bo'g'oz olish kerak. Pul narxi aytilishi 7,5 dan aytyapmiz, ha? Narxlari 7,5 million so'mdan hammasi standart, ha? Tashlab deyapmiz, endi kelishiladi. Kelishiladigan holati bor. Telefon nomer Ayting telefon. 97lik 97 kodi bilan 337 337 0223. 0223 raqamlariga Soriston olaman deganiga Soriston, Sariqdan olaman deganiga Sariq qo'ylardan. Mana tavsiya, xudo xolasa shunaqangi chiroylilar. Bugungina olib pardozini bersa, yana ham go'zallashadi. Xudo xolasa o'zim qo'ramda ko'paytiraman degan akalarimizga tavsiyalar. Hurmatli kuzatuvchilar, shu yerda birinchi videolarimizni tamomlaymiz. Yosh qo'ziqo'chqorlar, ona bola qo'ylar qatoridagi videolarimizni tamomlaymiz. Keyingi videolarimiz albatta sizlar kutganidek naslli qo'ylar, boqma qo'chqorlar qatoridan bo'ladi. Xudo xolasa ularni videolarini olib sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Bu videolarimizga bittadan layklarni bosib qo'llab-quvvatlab turamiz. Xudo xolasa biz sizlar uchun videolarimizni tayyorlaymiz. Layk bosish pulli emas. Shunchaki bizga motivatsiya beradi, hurmatli kuzatuvchilar. Keyingi videolarimizni boshlaymiz.